yıl ilgiri yaşayan Padişah Alexander. Keyinci insanlar deniz astığı düşüşte türlük usullarını taraf kılışkan bolsumu, uların paylanış bastıcığa fakat yetemeygen. Kara onu bilemezdi. Şundak kazıkanlaşanlarımı var. Bu aynı çağdaki soğuk çöküş giyimi. Lekin adam 12 ise bir az eksizlik his kılattı. Endi kesini körüp bakaydık. Kes 1936 yılı Fransiya Deniz Armiya Mektebi'ni tüketkenden keyin Okyan Çarlaş paraxodida topçular o'qituvchisi bo'lgan. Shu chaqda u endili 26 yoshga kirganki. Oy! Kes! Qanda? Billa suv o'zamdi. Ha? Sen stop. Ay! Çiçek bulamı tabi. Eş qisi yo'q. Paraxodda meshada to'xtab turayli. Ma'qul emisa? Deniz Armiya davisi Tayyip bilan bo'lgan ana shu uchrashuv kesning dengizga tushishining boshlanishi bo'ldi. Vah, nemi degan chiroyli. Uzoqroq turib, texmi chunqurlab ko'rib baqsaq, pek yaxshi bo'lardi. Rost, meni bir amalim bor. Qanday bu amal yomon emasmi? Aha, tugab ketdi. Kechirim. Undaq dema, buni sizdan ko'ngil bo'lmaydi. Biz o'zimizni tutamay qoldik. Shundaqmi? Shundaq. Biz rostli o'zimizni tutolmay qoldik. 5 metr cho'kkanda, 10 metr cho'kimiz keldi. 10 metr cho'kkanda 20 metr cho'kimiz keldi. Dengiz osti bak sirliqkan. Dengiz ostiga tushib ko'rib baqsan deyman. Men sizdan o'ylayman. Obdan boshqa tursak cho'qim amal tepiladi, tabi. Shu chaqlarda o'shniga ortib oladigan har xil shakldagi nasl-samon nafaslantirgich bor edi. Bu Luxnul bilan Jenaynis kashf qilgan havo uzatish qurilmasi. Buni bugungi nafaslantirgichning boshlanishi deyishga bo'ladi. Keyin turli qurilma yasalgan bo'lsa-mu, ularni faqat tez yaladil ishlatgili bo'ladi. Chunqurlab cho'kish xatarlik edi. Chunki chunqurlagan sari suvning besimi ortib, o'pkadagi havo siqiladi. Odamning o'pkasi xuddi sharga o'xshash dengiz yuzida bir atmosfera besimiga uchrasa, dengizga 10 metr cho'kkanda yana bir atmosfera besimiga barobar suv besimiga uchraydi. Shunga besimga uchrash dengiz yuzidagidan 2 hassa oshadi. Shuning bilan o'pkadagi havo qisilib, 2 dan 1 hassaga ko'p qiladi. 20 metr cho'nqurlikda qisilib 3 dan 1 hassaga, 30 metr cho'nqurlikda 4 dan 1 hassaga ko'p qiladi. Agar yanama cho'nqurlaganda odamning o'pkasi qisilib yerilib ketadi. Shunga o'pkaga kiradigan havo suvning besimiga agishib turishi kerak edi. Lekin ayni chaqda havoning besimini suvning cho'nqurligiga qarab tengshab turadigan qurilma texi yo'q edi.